Mavzu suyuqliklarda elektr toki. Ishimizning maqsadi suyuqliklarda elektr toki qanday hosil bo'lishini o'rganish. Laboratoriyamizga kerak bo'ladigan asboblar tok manbai. Biz bu yerda tok manbai sifatida batareyani oldik. O'tkazgich simlar, menzurka va elektrolit eritmasi, ya'ni tuz va lampochka, ya'ni chiroqchalar. Laboratoriya ishini boshlaymiz. Avval to'g'ri kontak qilamiz. Bunda yorqin yonadi. Keyin esa suvga solamiz. Suvga solganimizda juda ham xira yonganini ko'rdik. Chunki buning tarkibida juda kichik mineral tuzlar va ishqorlar bor. Agar bu suv distillanganda o'tmasdi. Ishqorligini oshirish uchun tuz qo'shamiz. Qancha ko'p tuz qo'shsak, yorqinligi juda ham oshadi. Shuning uchun ko'proq tuz qo'shamiz. Tuzni ko'p qo'shdik. Endi esa buni yana yoqib ko'ramiz. Biz juda ham tiniq yonganini ko'rdik, ya'ni ishqorligi oshdi.